Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zaynab radhiyallohu anha huzurlariga xavotir bilan kirdilar va aytadilar: La ilaha illalloh. Yaqinlashib qolgan katta yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin. Bugun Yajuj va Majuj to'sig'idan mana shuncha ochildi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bosh barmoqlari bilan ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Shunda Zaynab radhiyallohu anha: "Ya Rasululloh, bizning onamizda solih insonlar bor bo'lsa ham halok bo'lamizmi?" deb so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ha, agar yomonlik, nopoklik ko'paysa" deb javob beradilar. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.